Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Kun xayrli va barakatli o'tishini hammanglarga tilayman. Bugun gullarimni yomg'irga olib chiqdim. Sizlarga shu manzarani bo'lishkim keldi, qandaydir bilmayman. Xursand bo'lganim uchunmi, gullarim yomg'irlarga yashnab ko'karsa, men bundan xursand bo'laman. Sizlarga ham shu manzarani ko'rsatgim keldi. Gulingizni ko'rsating deb bir ikkita emas, ko'proq opa-singillarim so'raydi. Men bundan xursandman. Sizlar meni gullarimni ko'rginglar kelganidan kattadan katta rahmat. Men o'zim gullarimni har ko'karganda, har yashnaganda men xursand bo'laman. Mana geranimni bariklari kunga qarab turuvdi, o'sha anaqa qizaryapti. Bu geran aslida shunaqa qizarish kerak. Bu qizarmaydi. Bu anaqa nima, sabzi rang. Bu ko'k bo'lish kerak. Bu qizarish shart emas, chunki buni olayotganimda shunaqa qizil edi. Keyin uyga olib kelib soyaga qo'yganimda yashil bo'lib ketdi bariga. Bu anaqani pelargoniyani. Hozir kunga qarab o'z anaqasini ko'rinishi joyiga tushyapti. Malacha emilia gullarimni yarmini olib chiqdim. Yana ikkitami, uchtasi uyda qoldi. Keyin dekabris gulimni ko'rsataman hozir sizlarga. Dekabris gulim ochilib, kuchi ketib qolganidan sal so'lib qoldi. Hozir buni ham ko'rsataman sizlarga. Mana. Hozir yomg'irga olib chiqqanimga o'zini anaqasini joyiga tushdi, o'zini ko'rinishi joyiga tushdi. Sal so'libroq turuvdi. Chunki tagida suv yo'q edi buni. O'shaning uchun. Bu yerda bir narsa chiqib ketdi. Asparaguslarimni ham sizlarga aytganimdek barik anaqa daraxt bariklariga tegmadim, shu bo'yi turibdi. Oziqa bo'ladi deb. Mana bu ham ko'karyapti mana. Chiroyli shoxlar chiqarib. Pelargoniyalarim ham. Bugun kechki ovqatimni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir non yopaman. Non yopganimni ko'rsataman sizlarga. Shunchaki shu manzaradan bir bahra olinglar deb video qildim sizlarga. Mana aziz opajonlarim, singiljonlarim gullarimni yaxshi ko'radi. Ko'rsatgim keldi sizlarga. O'zim ham xursandman. O'zimni ham ko'zim tegib qolishi mumkin gullarimga. Juda yetarli darajada zo'r gullarim yo'q, lekin malacha emilia o'zimga yoqqan gullarni o'stiraman. Eng yoqtirganim asparagus. Asparagusni ham 4 ta idishga bo'ldim. Buni bozorda topish qiyin rosa. Men bo'lib ko'paytirishga harakat qilaman. Bozorda yana bor ekan. 10 milliklarni sotyapti ekan. Hali olib kelaman. Unga xo'jayinim urishadi. Tokchalarga sig'masa, boshingga qo'yasanmi deb urishadi. Nima qilay endi, yaxshi ko'raman-da deymanda. Mayli, ko'kartira olsang o'stir deydi. Ishi yo'q xo'jayinimni, shunda ham o'ldirib qo'yma, uvol qilib bekorga olib kelma deydi-da. Lekin men qarashga harakat qilaman iloji boricha. Chunki mehrim bo'lakcha gullarimga. Shuning uchun. Men siyoh rang gulim ham sal so'li barglar to'kilib ketdi, endi ana chiroyli bo'lib ko'karyapti mana. Buni ham ko'rib xursand bo'laman. Chunki bu gullarning orqasida turuvdi. Hozir ko'rib xursand bo'ldim, ko'karib chiroyli bo'layotganiga. Bu oyna ochiq joyda qolib ketibdi, barglar sal sarg'ayib to'kildi. Bu ham hali o'ziga keladi xudo xolisa, chunki mana tepa o'rtasidan g'uncha debman, kurtak chiqaryapti, barik chiqaryapti. Mana shu ikkalasi anaqani derazani yonida qolib ketdi, o'sha kungi sovuqda. Xullas, hozirgi bo'ladigan videolarda ko'rishguncha deb qolaman, chunki hozir shu yerda to'xtatmasam yomg'irda qolib ketaman. Yomg'ir zo'r yog'yapti.
Havo ham rosa zo'r. Xuddi ana yangi yil kayfiyatidagi havo bo'lyapti. Xudo xolasa yangi yilga ham yetib boramiz. Xudoyim xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilib, meni ko'rishda davom etinglar. Zerikmaysizlar, men bundan xursand bo'laman. Meni qo'llab-quvvatlasanglar, xursand bo'laman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.